чтобы kursda bo'lishsin. И Uchtepaga yotib analiz topshiradilar, spermogramma, uni olamiz, tayyorlab, tozalab jo'natamiz. Keyin mana bu hasildegan ekin shu oluvda Agar men javob yozmasam, adminga bog'laninglar yoki klinika qilib sirasi kelaveringlar, Vasila. Da. Bu yurgani shu 5-6 oyda berishib qo'ygandik. Necha yosh? 4 yosh. Endi 4 ta bola hozir yetishdi bir ortig'i bilan hisoblanadi. Hozir paytda ularni oyoq turqishi o'zi emas. Xo'p. Lekin hozir svecha bilan tabletka beraman nimaga? Og'riq kuchayib ketishi mumkin. Endi jabrdiyda ko'proq ayollar bo'ladi baribir. Va esingizda tursa, menstruatsiya kelganda spiral olib tashlaymiz, xo'p? Ular yana ham to'liqroq o'sha so'raganinglar deb anaqani ham price ham hisoblab berishadi, xo'p?